Assalomu alaykum. Bu darsimizda biz jigar haqida gaplashamiz. Jigar bilamiz, bu eng katta organ va eng katta bez hisoblanadi. Ovqat hazm qilish tizimida qo'shimcha organlar sifatida kiradi. Bu yerda jigarda nima bo'ladi? Jigarda bilamiz, o't suyuqligi ishlab chiqariladi, sekretsiylanadi, detoksikatsiya qilinadi, ya'ni bakteriyalar o'ldiradi, qanaqa zararli moddalar bu yerda yo'q qilinadi, filtrlanadi, yo'q qilinadi, keraksiz modda bo'lsa zaharli modda va zaharsiz moddaga o'tkaziladi. Dorilarda aktivlanadi degan dorilarimiz o'sha yerdan aktivlanish, aktiv bo'lmagan dori o'sha yerda aktivlanadi. Yegan glyukozamiz bor-ku, glyukoz o'sha glikogenga o'zgarib saqlanadi, kerakli vaqtda ishlatiladi. Triglitseridlar saqlanadi, oqsillar ishlab chiqariladi, oqsillar sintezida ishtirok etadi, albumin, globulin degan oqsillarimiz. Qonni koagulyatsiyasida ishtirok etadigan faktorlar bor, o'shalar ham o'sha yerda ishlab chiqariladi. Qon trombotitlar uchun rezervuar hisoblanadi. Ba'zi vitaminlar zaxira sifatida, ya'ni temirlar o'sha yerda zaxira sifatida saqlanadi. Endi bizda qorindagi anatomiyasiga keladigan bo'lsak, qaranglar, jigardagi boylamlar bor. Jigar boylamlari bor. Ligamentum falciform degan jigarning boylamasi bo'ladi, o'roqsimon boylam. Ligamentum coronarium degan boylam bor. Ligamentum coronarium mana. Ligamentum coronarium o'sha dextra bor, sinistra bor uni. Va ligamentum bu yerda triangulare uchburchak, jigarning uchburchak boylami bor. Uni ham chap va o'ng tarafi bo'ladi, dextra va sinistra tarafi bo'ladi. Mana bu yerda ligamentum teres degan bor. Ligamentum teres hepatis, ya'ni jigarning dumaloq boylami. Bu esamizda bo'lsa, ligamentum adductus venosusdan keyin qolib qolgan boylam hisoblanadi. Xo'sh, jigarda bo'laklarga bo'lib o'rganamiz. Va jigarning eng tuzilishi mana holatda bo'ladi. 6 uchburchakli bo'ladi. Bizdan keyin bilamiz, jigarga portal vena kelib qo'yiladi. Portal venadan kelib turib, u jigar venasi orqali chiqib ketadi. Chiqib ketadi. O'sha bu tuzilmasini ko'rib turibmiz. Portal vena kelyapti, jigar arteriyalari kelyapti va bu venalar kelib qon tomirlar mana bu o'rtadagi markaziy venaga yig'iladi. U yurak jigar venasi orqali jigar venasiga tushadi, jigar venasidan pastki qovoq venaga tushadi. Bu umumiy holat. Jigarda biz bo'lib o'rganamiz. Jigarda bo'lishimizda o'ng va chap jigarlarga bo'linadi. Jigar bo'lishda mana bu ehtiyot bo'lamiz. Bizda ko'pchilik mana bu ligamentum teres hepatisdan bunaqa bo'ladi. Bu noto'g'ri bo'lish. Bo'linishi mana bu pastki qovoq vena va mana bu yerdan o't pufaygi, o't qopi bilan bo'linadi darajasidan. Shunda bizda chap va o'ng jigar bo'laklariga bo'lib olamiz. Chap bo'lak o'z navbatida medial va lateral bo'laklarga bo'linadi. Medial va lateral bo'laklarga. Bu medial va lateral o'z navbatida, ya'ni yuqori va pastki bo'laklarga bo'lib olsak bo'ladi. Mana birinchi bo'lagimiz orqa tarafda, pastki tarafda joylashgan. Mana caudat bo'lagi. Ikkinchi bo'lagimiz bu lateral sohada joylashgan bo'lib turib, lateral yuqori bo'ladi. Lateral va yuqorida, to'g'rimi? Yuqori. Uchinchi bo'lagimiz lateral pastga. Uchinchi bo'lag lateral past. To'rtinchi bo'lagimiz bor. Bu medial bo'lagimiz bo'ladi. Medial bo'lagida ham bir xil adabiyotlarda mana bunaqa qilib 4A, 4B qilib bo'lib qo'ygan. Ya'ni medial yuqori, medial pastga. Umumiy 8 ta bo'lak bor. 4 ta chap tarafda, 4 ta o'ng tarafda. Endi o'ng tarafda bo'ladigan qaraydigan bo'lsak, o'ng taraf ham 5, 6, 7 bo'lakda joylashgan bo'ladi. 5-bo'lakda u ham ikkiga bo'lgan, anterior va posterior, ya'ni oldingi, orqangi bo'laklarga bo'linadi. U ham o'z navbatida yuqori, pastki bo'laklar bo'linadi. Ya'ni 5-chi bizda bo'ladi oldingi, pastki bo'lak. To'g'rimi? Mana bu oldingi, pastki.
oltinchi bo'ladi. Xuddi shunaqa oldingi orqa pastki bo'lak. 7-chi bo'lagimiz bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Tak, orqa yuqori bo'lak bo'ladi. Orqa yuqori bo'ladi. 8-chi bo'lagimiz o'z navbatida oldingi yuqori bo'lak bo'ladi. Oldingi yuqori bo'lak. Xuddi shunaqa bo'laklarga 8 ta bo'lakka bo'lib o'rganamiz. Bu yerda ko'rsatilgan ham hozirgi aytganimiz narsasi birinchi bo'lak, ikkinchi bo'lak, chap tarafda 4 ta, o'ng tarafda 4 ta bo'lak. Bu rasmda ko'rsatilgan yana jigar darvozasi bor. O'sha yerdagi qon tomirlarga kirish portal vena, jigar arteriyasi va jigar kanali. Jigar kanali kelyapti, tushyapti. Mana bu va kelgan qonlar yig'ilib keladi degan pastki qovoq venaga quyiladi. Va jigar sirrozi degan bir anaqamiz bor, tushunchamiz bor. Jigar sirrozida jigar o'zi biz bilsak intraperitoneal organ hisoblanadi. Ya'ni har taraflama mayda visceral parda bilan qoplangan organ. Ya'ni ko'ryapmiz, hamma tarafi parda bilan qoplangan. Faqat boyagi yuqori bariya degan joyimiz bor. Bu joyda o'sha tepa tarafdan ko'rinmagan joyda bu joyimizda qoplamagan bo'ladi. Ya'ni visceral peritoneum qorin parda qoplamagan bo'ladi. Qolgan joyi qoplangan bo'ladi. Bu yerda ham ko'rib turibmiz, boyagi xuddi biz aytgan narsa yuqoriga. Mana bu taraf lateral soq, lateral, bu taraf medial, bu yoq anterior, bu yoq posterior bo'laklarga bo'lgan. Shuni endi mana bu tarafiga superior bo'ladi, bu yoq inferior bo'ladi. Bo'ldi. Lateral superior bo'lak, lateral inferior bo'lak, medial superior, medial inferior. Bu 4-bo'lakda bitta orqasida birinchi bo'lak bor, kaudat bo'lagi bor birinchi bo'lakda. Xuddi anterior superior, anterior posterior, posterior inferior, posterior superior bo'laklari. Bu yerda jigarga qon bilan kelishi, jigar sirrozi haqida gaplashamiz. Jigarda ya'ni juda ko'p tarqalgan kasalliklardan biri jigar sirrozi, ya'ni kelgan qon, portal venadagi qon, mana bu yerda jigardagi muammo sabab, ya'ni mana bu jigardan portal venaga keldi, mana hujayralar ishlamayapti. Bu hujayra ishlamagandan keyin nima bo'ladi? Jigar kelgan qon bizda yig'ilib qoladi. Ya'ni kelgan qon mana o'ta olmaydi. Mana bu tarafga o'ta olmaydi. Portal venaga, anaqaga jigar venasi orqali pastki venaga yig'iladi va natijada qon orqaga qarab qaytishiga sabab bo'ladi. Kelgan qon orqaga qarab qaytiladi. Bu natijasida nima bo'ladi? Qon bitdagi qonlar yig'iladi. Qayerga beradi qon? Oxiri mana bu tarafga qarab qaytadi. Bu yerda bizda bilamiz, ezofagusdan ham, pastki qismidan ham, oshqozon, qizillo'ngachni pastidan ham qon keladi. Kelgan qon orqaga qarab qaytadi va bu yerda varikoz hosil bo'ladi ezofagusda. Bu yerdagi bilamiz, taloq venasidan ham qon keladi. Taloq kattarib ketadi, keyin qaytib kattaradi. Ichaklarimizdagi ham xuddi shunaqa joylarga ketadi. Asid kelgan qon kengayib bo'ladi. Bu yerda ko'rib turishimiz mumkin, bu rasmda u kindik atrofidagi venalardan ham qon keladi. Shuning uchun kindik atrofimizdagi venalar ham kattarib ketadi. Meduza degan kallasi degan simptomimiz bor, shunaqa. Va bizda yana bitta muhim taraf, mana qaraydi, rektumdan o'tdik. Rektumdan vena rectal superiordagi venalar, ya'ni tishsimon chiziqdagi baland yuqoridagi anaqalar, qon tomirlar pastki mezenteral vena orqali qaytib ketish kerak. Shu narsa bo'lmagani uchun bu yerda ham qonlar yig'iladi. Bu yerda ham anaqa varikoz o'xshagan venalar paydo bo'lib, qonashga sabab bo'lishi mumkin.